Bir kuni opam bilan uyda radio qo'yib o'tirsam, bir qiz naqsh etib qolibdi. To'xtang taksi deb vaqirab ekan. Opam dedim-da, to'xtang taksi deb vaqirib o'ngsunbas to'xtaydi-ku. Bir kuni erkak kamlarning masga bir qancha saysit kepti-da, las pomdor debke erkin kamlapsi uyda yugurib chiqdi. Hey, pomdor bormi, pomdor dis. Yo debke, kilos qancha dis. Bormi debke erkin kamlapsi bormigan tushunmay, voy, bishingni neydigan, menda bo'lsa sendan so'ramdim debdi. Bir kuni ishbal shakirmakchilar piyoda minib qopti-da, her qilib mishoz birdam o'tiray deb o'tirib qolsa, bir divan kelib sadiq bilaniya, to'g'inaniya, ilohi amin debga. Bu ishbal basimda 15 so'm qilib beribdi. Bu divan turib ketib, pulingni olmaymi? Ayada bug'jim batishini o'rpa debdi.